أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abu Ali Nizomiddin Ash-Shashi rahimahulloh yozgan Usul-ush Shashi nomli bu kitobning Faslun fil mutlaqi vel muqayyad degan yeriga keldi. Endi musannif rahimahulloh mutlaq bilan muqayyadni xos amning keynidilla keltirdi. Asli biz taqsimotlarni bilgan vaqtimizda to'rt taqsimotni xos, am, mushtarak, muavval deb to'rtga bo'lgan edi. Mutlaq muqayyad deb ayrim bir taqsimotga bo'lingan. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, mutlaq muqayyad deb alayda bir bob keltiribdi. Bu taqsimotni ichiga kiramdi desa, yo'q. Bu yerdagi mutlaq muqayyad xos qitava. Mutlaq muqayyad asli xos taqsimotiga tava. Ammo shundoq bo'lsa, nima uchun musannif buni xos omdan keyin keltirmay, xosdan keyin keltirmay, xuddi nimaning qoidasi bo'yicha Nurul Anvarning qoidasi bo'yicha xosning orqali keltirmay, nima uchun xos omni keyin keltirdi desa, chunki mutlaq muqayyadlar bir jihatdan qaraydigan bo'lsak xos, yana bir jihatdan qaraydigan bo'lsak omdek ko'rinadi. Om emas, lekin omdek ko'rinadi. Shu sababdan xos omdan keyin keltirdi. Endi biz oldi bilan mutlaq va muqayyadlikka ta'rifini tushunamiz. Mutlaq muqayyadlikka ta'rifi. Mutlaq degan nima? Mutlaq degan lug'atda atlaqa yutliqu. Atlaqa yutliqu. Ya'ni bir narsani quyuvatdi degan ma'noda bo'ladi. Quyuvatdi, ya'ni arsala yursilu degan ma'noda. Atlaqa yutliqu, arsala yursilu. Masalan, bir og'amchini chigib qo'ygan bo'lsa, chekkan chigikni yeshivatsimi atlaqa degan gap ishlatiladi. Tapanchidan o'qni chiqasimi, endi atlaqa yutliqu degan so'z ishlatiladi. Bog'lab qo'yilgan, tuzlab qo'yilgan narsani quyib beratsimi, atlaqa yutliqu degan so'z ishlatiladi. Endi shu lug'atdagi ma'nodan istiloh ma'nosi bo'lgan farq nima desa, shu yerda ya'ni bir narsani quyib o'tish, tuz cheklanib qolgan, tuzlab qolgan bir narsadagi cheklimini elib o'tish, yo'q qilib o'tish degan ma'noda. Shu ma'nodan istilohiy ma'nosi muvofiq keladi. Istilohdagi ma'nosi nima desa, al-mutlaqu ta'rif, al-mutlaqu lafzun xossun yadullu ala fardin sha'i'in wa lam yataqayyad bi sifatin min as-sifat. Ma huwa al-mutlaq deb kelsa, bunga javob al-mutlaqu lafzun xossun yadullu ala fardin sha'i'in wa lam yataqayyad bi sifatin min as-sifat. Ya'ni mutlaq degan mutlaq o'rtaq bo'lgan bir shaxsga dalolat qilgan xos so'z. Shunga xos qitavatidir, mutlaq xos qitava. Ha. Shunga o'rtaq bo'lgan degan gap bu bo'lish ehtimolligimi bor? U bo'lish ehtimolligimi bor? Amat bo'lish ehtimolligimi bor? Samat bo'lish ehtimolligimi bor bo'lgan bir shaxsga dalolat, ammo bir shaxsga dalolat qiladi. Bir shaxsga dalolat qilgan tarafdan xos. Lekin uningmi ehtimoli bor, buningmi ehtimoli bor tarafidan amma o'xshaydi. Hammamiz buni qilish mumkin bo'ladiki. Anladim. Lekin valam yataqayyad bi sifatin min as-sifat. Bu ya'ni bu mutlaq degan davomliq nima keladi? Nakira keladi. Bilib turishing. Mutlaq 360 kun nakira.
Chuqum nekira kelish kerak. Uniki bu sifatlanmasligi kerak. Mutlaq bir sifat bilan qaydlanmasligi kerak. Mana bu masalan qanday desa, ka raqaba, ka lafzu raqaba. Raqaba degan so'z Alloh taolaning qavlida qasamni kafarata qilib Alloh taolo deydi, "Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Shu oyatga qaraydigan bo'lsak, shu yerdagi fatahriru raqabah degan yerda raqabatin mu'mina va la kafira degan so'zlar bunga sifatlanib, ya'ni raqaba hech qanday sifat bilan sifatlanmagan. Mana biz shuni qarablam, bu yerdagi raqabaniki mutlaq ekanligini biladik. Endi mushu raqaba nimaga dalolat qiladi? Bir shaxsga, ya'ni bir qulga dalolat qiladi. Bir qulga dalolat qilgan bir nima xos. Lekin qandoq bu qul qandoq qul bo'lsa bo'ladi. Ya'ni mu'min qul bo'lsa bo'ladi, kafir qul bo'lsa bo'ladi, er qul bo'lsa bo'ladi, ayol qul bo'lsa bo'ladi, cho'ng qul bo'lsa bo'ladi, kichik qul bo'lsa bo'ladi. Qandoq qul bo'lsa. Ya qandoq qul bo'lsa bo'ladi degan, har qandoq qul o'tmoqqa o'xshaydi. Lekin faqat bir qul degan jihatdan xos o'xshaydi. Chunki oqibatda bir qul bo'lganligi uchun xos qilib qilamiz. Endi muqayyat degan nima? Muqayyat degan muqayyat huwa lafzun xossun yadullu ala fardin sha'i'in muqayyadin bi sifatin min as-sifat. Muqayyat degan huwa lafzun xossun yadullu ala fardin sha'i'in muqayyadin bi sifatin min as-sifat. Ya'ni muqayyat degan bu o'rtaq bir shaxsga dalolat qiladigan xos so'z. Bu o'xshash. Nima o'xshaydi? Mutlaq o'xshash. Bu o'rtaq degan gap, ya'ni sha'i'a degan gap o'rtaq. Ya'ni u bo'lish ehtimolliq va bu bo'lish ehtimolliq bor. Anladin? O'rtaq bir shaxsga dalolat qiladigan bir xos so'z. Lekin mutlaqni ayirib turg'ay, muqayyadun bi sifatin min as-sifat. Sifatlardan biror sifat bilan qaydlangan. Bunga biror sifat qilingan, qayd bo'lib kelgan. Masalan, Alloh taolaniki hatto savalliklar o'tirib salgan o'tirishning kafaratida Alloh taolaning raqabatin fatahriru raqabatin mu'minah deyishadi. Fatahriru raqabatin mu'minah. Mana bu yerda mu'min qul azod qilish kerak dedi. Endi shu muqayyatni tushunganligi mutlaqni tushunaymiz. Mutlaqni tushunganligi muqayyatni tushunaymiz. Mutlaq degan gap muqayyat emas degan. Muqayyat degan gap mutlaq emas degan. Lekin ikkinchisi qanday keladi? Ikkinchisi nakira. Mushuni bilish kerak. Raqabatin, fatahriru raqaba, raqab ikkinchi raqaba o'xshash, nakira. Lekin muqayyat qanday keldi? Sifatlanib keldi. Mutlaq sifatlanmay keldi. Mana. Endi buniki hukmlar cho'zganda hukmini bizga Imom Shofiy rahimahulloh deb berdi. Mutlaq muqayyatning hukmi nima desa, Imom Shofiy rahimahulloh buning ta'rifini demasdan udullah kitob qisqa kitob bo'lganligi uchun, muxtasar kitob bo'lganligi uchun bizga udul buniki hukmini, bizning mazhabimizning hukmini deb berdi. Deydiki, faslun fil mutlaqi vel muqayyad. Bu mutlaq va muqayyad haqidagi bir fasldir deydi. Zahaba ashabuna, yani bizning ashablarimiz, yani Hanafi mazhabidagi olimlarimiz ila annal mutlaqa min kitabillahi taala shuningga bodiki deydi. Alloh taolaning kitobidan bo'lgan mutlaq iza amkana al-amalu bi itlaqihi faz-ziyadatu alayhi bi khabar al-wahid wal qiyas la yajuz. Ma'lum mana shu. Qachon yani nima deymiz? Al-mutlaqu yajri ala itlaqi. Hada hukm. Al-mutlaq yajri ala itlaqi deganiki kelib chiqadigan natijalar nima? İza amkana al-amalu bi itlaqi, mumkin, yani mutlaqning mutlaqligiga amal qilish mumkin bo'lsa, faz-ziyadatu alayhi. Mutlaqning ustiga xabar vahid va qiyas bilan ziyoda qilishini bilan hukmni, bilan sifatni ziyoda qilish la yajuz, joiz bo'lmaydi. Nimishqa? Li'anna ziyadatan nasxun. Chunki uni mutlaq bo'lgan xos so'zlarga bir narsani ziyoda qilish nima? Nasx, amaldan qoldirganlik. An-nasxu yakunu bi mutasawiyayn. Nasx degan
Derecesi o'xshash ikki narsada bo'ladi. Derecesi o'xshash saviyasi o'xshash ikki narsada. Ammo saviyasi tuvan narsa, saviyasi yuqori narsani amaldan qoldirolmaydi. Amaldan qoldirish uchun yo ikkisining darajasi o'xshash bo'lishi kerak, yoki balki uning darajasi yuqori ustun bo'lishi kerak. Unda bo'lmagan ahvolda nima qilinmaydi, amaldan qoldirilmaydi. Yana birga nasxning shartlarini biladi, nima bo'lishi kerak? Nasix mansubdan keyin bo'lishi kerak. Ikkisining darajasi o'xshash bo'lganligi uchun, ikkisining darajasi o'xshash bo'lganligi uchun nasix chuqur mansubdan keyin kelgan bo'lishi kerak. Yani ikkisi teng gap qilib qolsa, chaqda ta'arud sabit bo'ladi, ta'arud. Qarama-qarshilik. İza amkana al-amalu bi itlaqihi, muqayyadniki mutlaqning mutlaqligiga amal qilish mumkin bo'lsa, mutlaqning ustiga xabar vahid yoki qiyos bilan narsani ziyoda qilish joiz bo'lmaydi. Mana hukm bu shu. Bu xuddi biz xosning hukmini bayon qilgan hukmlarga o'xshaydi. Misaluhu masalan hamda buniki misollari qoidalar misollar bilan bek oydinlashadi. Shuning uchun usul Shashi rahimahullohniki bir alayidagi misolni ko'p keltiradi. Ani tushundirish uchun. Alloh taoloning qavliga qaraydigan bo'lsak, misaluhu fi qawlihi ta'ala, Alloh taoloning qavlida, Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi vamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Mana bu oyat kalimada Alloh taolo deydi, ey iymon etganlar, sizlar agar namozni vaqtga qilib, tahoratinglar yo'q bo'lib, tahoratinglar yo'q bo'lib qilib, tahorat og'ili, tahorat olmoqchi bo'lsanglar, yoki namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, idza qumtum ila salat, ya'ni idza aradtum ila al-qiyam ila salat, idza aradtum al-qiyama ila salat. Siz namozga turmoqchi bo'lsanglar, va antum muhdithun degan, tegdi bor. Tahoratinglar bo'lmasa, nima qilinglar? Fagsilu wujuhakum. Yuzlaringlarni yuvinglar. Qo'llaringlarni jaynliklar bilan qo'shib yuvinglar, boshlaringlarga masih qilinglar, putlaringlarni mushuqlaringlar bilan qo'shib yuvinglar degan oyat deydi. Bishadiki fal ma'muru bihi huval ghasl. Mushu oyatdagi buyurilgan ish nima desa? Huval ghaslu ala al-itlaq. Ya'ni mutlaq yuvish. Alloh taolo yuvish a'zolarini bu tahorat oyatida bizga faqat ikki ish bo'ladi, mutlaq. Biri al-ghasl a'dai thalatha wal mash wudu. Ya'ni 3 a'zoni yuvishga, ya'ni yuzni, qo'lni, putni yuvishga mutlaq hukm qildi. Boshqa masih qilishga mutlaq hukm qildi. Bu ikkinchi mutlaq. Ya'ni demak, mushu mutlaq hukmlarga ghasl yuvish degan hukmga ondan fagsilu naviyan, fagsilu musammiyan, fagsilu deb yana og'zingni chayqagan holda yuvinglar, burningni chayqagan holda yuvinglar, keyin bismillah degan holda yuvinglar, undan keyin oqgan holda yuvinglar degan gaplarni mutlaq yuvinglar degan gapga qaytlab ketish, ziyoda qilishning o'zi nima deb ataladi? Ya'ni bu amaliyotda buni birinchi g'asl faqat yuvinglar degan gapni amaldan qoldirganlik bo'ladi. Yuvinglar degan gapni yuvinglar degan, lekin endi ma'noga keyin qo'shildi Mavla qo'shildi. Ondan deb buni amaldan qoldirganlik bo'ladi. Endi qachon amaldan qoldirganlik bo'ladi? Agar ikkisiga o'xshash nima degan chog'da. Ikkisiga ya'ni o'xshash darajada qo'ygan vaqtimizda. Anladın? Yani ikkisiga o'xshash darajada qo'ygan vaqtimizda amaldan qoldirganlik bo'ladi. Ammo Qur'on kitobning hukmiga kitobcha, xabar ahad qiyosning hukmiga xabar ahadcha muomala qilgan vaqtimizda bu yerda amaldan qoldirilish qarama-qarshilik kelib chiqmaydi. Masalan, nima deymiz? Kitobning mutlaq hukmi bilan yuyish nima? Farz. Yuyiladigan a'zolarni yuyish, masih qiladigan a'zoga masih qilish farz. Kitobning hukmi bilan. Ammo xabar ahadning hukmi bilan-chu Bismillahirrahmanirrahim deyish, oqmoq qilish degandek shu ishlarning hammasi a'zoni 3 qatimdan yuyish degan hukmlar sunnat. Bu sabab nima deydi? Fal ma'muru bihi biyadagi buyurilgan ish
Huvel gaslu alel itlak mutlak yuyuştur. Fela yuzadu aleyhi. Mutlak yuyuşka şartun niyye. Niyetini şart itiş. Ve tertipni şart itiş. Anladın? Ve muvalah, akıl şart itiş. Ve tesmiye. Bismillahirrahmanirrahim deyişini şart itiş bir haber. Haber bilen ve bu ziyade kılınmaydı degen bir ziyade kılış nesk emelinin kaldırgalık buludu. Kat'ini neshul kat'iyye bi zanni la yecuz. Yani kat'i boğan hükümni zanni boğan hüküm bilen emelini kaldırır şuna caiz bulmaydı. Hem de mesela niyet hadisi mesela Peygamber innemel a'malu bin niyat deyin. Bunun kendinin tertip hakkında hâzâ vudu'un la yakbalullahu salate illa bih. Mana bu bir taharet. Allah Teala namazını fakat müştaharet bilen Allah kabul kılır. Eğer müşu tertip boyunca elinmese kabul kılmaydı degan hadis. Mesela hadis tertipli gidiyor mesela. Akıbaka iliş hakkında Peygamber Aleyhisselam bir adamını namaz okuyan bir adamını buna karışsa adamniki tapınınki putunun ayak tırpıda bir çal bakığa yani görüp onu taharetini kayıt ilişki buyurgan edi. Yani demiş ki degende bu nemini gösterdi degende taharetini yittik almasa bazı azalı kurup kalsa şunun olan bu bulmaydıganligini. Şunun için muvalah degen nima gap desa şu kadar tiz ilişki taharetini. Yani aldınqı aza kurup kapıcı yine bir azanı yürüyüş. Şunu muvalah deb atıldı. Bismillah hakkında Peygamber Aleyhisselam la vudu'a limen lem yezkur ismallahi aleyh diye hadis kelgan. Demek bizning maqsadimiz nima demoqchi bu yerda deganda bu şu hammasi Alloh taoloning kalami xos kitobi. Xos deganga bir narsani ziyoda qilmaydi. Nima uchun ziyoda qilmaydi? Xos faqat shu narsaga ham dalolat qiladi. Alloh taolo yuyinglar dedi, masih qilinglar dedi. 43 azani yuyish bir azağın masih qilishdan boshqa narsaga dalolat qilmaydi bu so'z oyatning o'zi. Yani yo'q gapda men Alloh taolo yuyinglar masih qilsanglar bo'ladi. Faqat yuyinglar masih qilsanglar bo'ladi degan so'zga bismillah demesang taharet emas degan hadislarni akilib udul suqash tursa hadisdagi bizga kelgan yo'li zanni yo'llarga qilg'iliq. Ya'ni bir sahabi ikki sahabi rivoyat qilg'iliq. Oyat cho'g'i mutavattir. Unda olgandan keyin zanni yo'llarga kelgan bir sahabi ikki sahabi rivoyat qilgan, ya'ni yolg'onlik ba'zan muhaddislarning ba'zini muhaddislarning o'zi zaif deb hukm chiqargan. Bu hadislar Qur'on Karimning oyatiga bunga qarshi kelmaydi. Qur'on Karimda sen yüzünü yuysan, bilekini yuysan, beşini mesih kılsan, putunu uçkudan kuşabilsan, taharet buludu diyen gap Qur'on Karimning hükmü. Hadisinin dağıtıda buna kılsan, taharet emez davatıdır. Qanday qilamiz? Ichkisiga amal qilish mumkinmi desa, bu ichkisiga biz qarshi keltirmagan holda amal qilamiz. Ya'ni hadisdagi la vudu'a deb kelgan hadislarni, ya'ni la vudu'a kamila. Ya'ni agar bir odam mushu sunnatlarga itibar vermey taharet alsa taharet buludu, namaz usul buludu. Ama taharetning fazilati bo'lmaydi. Mesela taharet alganda, mesela qo'lni yuvsa qo'lning uchidagi oxirgi tomchigacha qo'lni gunoh kelib ketadigan, yuzni yuvsa yuzni gunoh kelib ketadigan, shunday birinchi taharetdan va fazilatlari va savoblari va osh savoblardan mahrum qoladi. Sunnat bo'ycha odam. Lekin taharet namaz bo'ladi. Farqi shu. Biz bunda deganlik yüzünü sünnetini kılmasın bu deganlik emas, yo'q. Faqatlam ayırıp berish dalilsi, her narsaning o'zining saviyasini, darajasini ayırıp berish deganlikdir. Nimda aytdim sende velakin yu'malu bil xabari biroq anda da xabarga degan sunnatga amal qilmoqimiz yo'q, amal qilindi. Biroq xabarga ala vajhin la yatagayyaru bihi hukmul kitob. Kitobning hukmi o'zgarib ketmaydigan yo'l bilan xabarga amal qilindi. Fayuqal qanday desa anda olgandaki munda deyiladi. El-ghaslul mutlaqu fardun bi hukmil kitab. Mutlaq yuyish. Yani mutlaq yuyish degan gap yani qayd qilinmagan boshqa. El-ghaslu naviyan, el-ghaslu musammiyan emas. Qaydsiz holda mutlaq yuyish kitobning hukmi bilan farzdir. Va shunda va kadal masih shunday ekan. الغسل مسح يخشى قماش الغسل والمسح الغسل الأعضاء الثلاثة
والمسؤول لعذر. والنية سنة بحكم الخبر. نية قلش خبر نهدم بلن سنة. شنو بلن؟ أما داغان لكن سنة نقم قادم أجبر من فضيلة ثوابتن أجر نقرب قادم. لكن أجبر فرزنا أداء قموسا ونقي تاريخ بولد. وكذلك خوش أم بزكي ماني يرد بيجن لكن yeni bir misal keltirib bizga. Bu usul qoida bo'yicha biz ma masalaga munda hukm chiqadi Hanafilarda. Ana shu hadis qilmish amal qilmadingiz Hanafilar u bu desa hadis amal qilamiz mumkin bo'lsa. Mumkin bo'lgan yerda amma Qur'on Karim tushib qolmasa tabiiy amal qilamiz. Ammo Qur'on Karim tushib qoldimi? Amal qilish mumkin bo'lmadimi? Bu chaqda bu hadisniki yolg'on bo'lish ehtimolligi tiqim yuqori. Hadisning yolg'on bo'lish ehtimolligi tiqim yuqori. Uçak korkmayız amal yok. Lekin miyad mümkün oldu mu amel kılınız. Ve kezalike kulna fi kavlihi Teala. Biz yani Allah Teala'nın kavlida şunu oşaş deyimiz. Neminde Allah Teala Ez-zaniyetu ve-zani feclidu kulle vahidin minhuma mi'ate celde. Allah Teala zinaho ayal ve zinaho er. Miyadiki ez-zaniyetu ve-zani edinne murad toy kılmağan ha. Gayri mutezevvice. Müjde biliriz gerek. Yani ki الزانية والزانية اللام للأحد يعني الزانية غير محسنة غير محسنة والزانية غير المحسن نمش خلنا ديسي تسا çünkü خطنا بوغان محسن بوغان زناخو اعلانكي خطنوا ايوا خطنوا زناخو اعلان hükmü Allah Teala'nınki qiraati amaldan qoldirilgan mansub qilingandan hükmü mansub qilinmagan bir oyat bilan sabit bo'lgan. Bo'lsa ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma nakalan min Allah degan oyat. Ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma nakalan min Allah. Oyatda buradagi shayx shayxatdan kim murod? Yani xotna bo'lgan mutazavvij, xotna bo'lgan agtir bo'lgan ayol xotnuva iva turib zina qilsa bu ikkisini rajmi qilingan. Ya'ni tosh kesak qilib o'tirib o'tganlar, chalma kesak qilingan. Nima uchun nakalan min Alloh? Allohdan bo'lgan jazoning jihatida. Va hadisda Payg'ambar alayhisalom zina qilganlarni Maizning qissasida buni qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom zina qilgan odamni nima qilib o'tgan? Rajmi qilib o'tgan. Mashhur, hadis mashhur. Mashhur yo'ldan kelgan. Hatto mutawatir ma'naviy qator tutilgan. Undan keyin ijmo, sahobalarning ijmosi ham shuni birlik kelgan. Shuning uchun 3 tane oyat qiroati amaldan qoldirilgan, lekin hukmi amaldan qoldirilmagan oyat, ya'ni mashhur darajadagi mutawatir ma'naviy tutilgan mashhur hadis, Payg'ambarimizniki zinaxo ayolni qo'sqilib bolasiga kirib kelgan ayolni rajm qilgan va Maiz degan bir sahabini rajm qilgan ikki hadis. Undan keyin musulmonlarning ijmosi birlik kelishi, xotna bo'lgan xotna bo'lgan ayolniki qat'iy shaklda chalma kesak qilinish kerak ekanligini ko'rsatib beradi. Hamda mayat kim bo'lsin nima? Ya'ni az-zaniyat va az-zaniyat murad, ya'ni g'ayrul muhsin. Ya'ni xotin olmagan, g'ayri mutazavvijlar, o'ylanmaganlar. Az-zaniyat va az-zani o'ylanmagan zinaxo ayol va o'ylanmagan zinaxo er fajlidu kulla wahidin minhuma. U ikkisining har birini mi'ata jalda 100 darra uringlar, 100 darra. Jalda degan savt, 100 qamcha degan. Burun darra deb bir kaltak bor burun. Bunda paloqda binasi bellangan kaltak, shu kaltak bilan solingan darra. 100 darra uringlar. Xo'sh, endi innal kitaba shubhasizki kitob, ya'ni Qur'oni Karim ja'ala jaldal mi'ati haddan. Va jilda esa jalda. Jalda desa darra urush masdar. Jalada yajdudan chiqqan majdar, masdar. Jild ismi va tela degan ism. Ja'ala jaldal mi'ati haddan. Kitob 100 darra urushni haddan liz-zina. Zinaning jazosi qildi. Zina qilgan jazo deb belgiladi kitob. Anda bo'lgandan keyin fala yuzadu alayhi at-taghribu haddan li qawli alayhisalom.
Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi qarabin el bikru bil bikri celdu miyatin ve tegribu amin. Yani kızgın beraber yani öğlenmegen ayol bilen zina kılsa bir yıl palaş ve yüzlerle oluş ve bir yıl palaş doğur. Yüzlerle oluludu, bir yıl palını da palaş diyen hep yüzünün yurtun başka yurtka heydep çıkırıp ötülüdü o malum yurtlardan gibi. Digen muşu Peygamber'in kavli bilen yüzlerle oluşka bir yıl palaş okşaş derecede had şekilde ziyade kılınmaydı. Nimişka? Çünkü bir zanni yani bir kat'i. Kur'an kat'i yoldan sabit boğan, hadis zanni yoldan sabit boğan. Okşaş derecede yani vacip emri, farz şekilde. Zina konu, kodna boğan yok zina kolanı, nima qilish? Yüzlerle oruç geldi farz. Yüzlerle oruç farz. Lekin bir yıl palaş okşaş farz mı dese yok. Hem de hadisden geldi. Bunu qanday qilganda amal qilmamdimiz yo'q. Hechkisiga kitobni hukmi o'zgarib ketmaydigan shaklda hech kimga amal qilamiz. Qanday desa, bal yu'malu bil xabari balki xabarga ala vajhin la yatagayyaru bi hukm kitab. Kitobni hukmi o'zgarib ketmaydigan yo'l bilan xabarga amal qilinadi. Fayakunul jaldu haddan shar'iy. Ondan keyin bu jald yani yüzlerle urush shar'iy jazo bo'ladi. Shar'iy jazo yani farz bo'lgan, shunda jazolar vojib bo'lgan jazo bo'ladi. Bi hukmil kitobni hukmi bilan. Va tagribu mashru'an siyasatan bi hukmil xabar. Nima palash bo'lsa, xabarning hukmi bilan siyosat yuzisidan yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Siyosat yani siyosat yuzisidan nima degan gap desa, yani bu imamning ra'yiga, qozining ra'yiga topshiriladi. Qozining ra'yiga topshirish qarshi. Yani bu bir yurtda zina bek ko'payib ketgan. Yoshlarning ichida zinolar bek ko'payib ketgan, ahvollar yuz berib ketgan bo'lsa, yüzler urush unga yetmaydi. Buni biroz siyosat qilib, yüzler urushni qo'shib qo'yish kerak. Bir yil palashni qo'shib qo'yish kerak. Boshqalarni nima qilish uchun? Bu boshqalarga ibrat bo'lish uchun va bu jinoyatga boshqalarni aqlab o'tishining oldini olish uchun, uni taqobil turish uchun. Ammo yurtda yuz bermaydigan hammada intayin yaxshi sharma hayoliq, bunda zina talib ketmagan, bunda yaxshi zamonda bular qilib qolsa yüzlerle ursa bo'ldi tamam. Ham hozirgidek biznikidek bunda fitna fasod zamonida o'zi 2 yil palo saqmat edi. Ya'ni palo bo'lsin. Ve kezalike kavluhu Teala. Shuningdek, endi 3-misol o'tdi. Ana shuningdek Alloh taolaning qavli. Vel yettawwafu bil baytil atiq. Endi bu 5-dagi hukmniki, ya'ni agar bir odam siyosatdan degandan nima deganki, faqat yuzlargina ursa, gadini nima azotgan bo'ladi? Gunoh saqlagan bo'ladi. Gadini aqlangan bo'ladi. Endi bu 3-misol Alloh taolaning qavliga o'xshaydi. Alloh taolaning qavli vel yettawwafu bil baytil atiq. Oyat karimda Alloh taolo nima deydi? Baytul atiq en qadimiy bo'lgan baytni tavob qilsinlar. Anladın? Endi nima qilib Alloh taolo buni nima qilib baytul atiq deydi? Atiq degan gap qadim degan gap. Desa nima chunki Alloh taolo iboratda ennehu evvel baytin vudi'a lin-nas. İnsanlar uchun qo'yilgan eng dastlabki uy deb atgan. Allazi bi Bakkata mubarakan. Bakkedeki, Mekke'nin asli ismi nima? Bekke. Aşı Bekke'deki uy yani Kabe. En dastlabda insanlar uchun qo'yilgan uy deb shunda degandik shu. Endi shuni Baytul Atiq deb atalgan. Buni Adem alayhissalom dastlabda bina qilgan deydi. Eng birinchi binosini Adem alayhissalom bina qilgan deydi. Nuh alayhissalomniki zamonida to'pon balasi ko'tarib ketgan. Ko'tarib ketib, uni kenidan Alloh taolo İbrahim alayhissalomga shu Baytul Atiqning shu Kabe'ning asli o'rni mushu deb İbrahim alayhissalom ko'rsatgan. Shuni İsmoil alayhissalom bilan İbrahim alayhissalom birlikda shu aslidagi Kabe'ning uluga bina qilgan Kabe. Shuning uchun eng dastlabda Allohga ibodat qilinish uchun silingan uy qasi al-Kabe. Shu Baytul Atiq deb atilishigi sabab. Endi Alloh taolo dedi vel yettawwafu bil baytil atiq. Ash en qadim bo'lgan
mush uyni nima qilsin, ya'ni Ka'ba sharifni tavof qilsin dedi. Xo'sh, endi mush Alloh taolaning valiyat tavofi bil baytil atiq degan qavlida bizning shohidimiz ya'ni mutlaqun fi musammat tavofi bil bayt. Mush oyatning o'zi, bu oyatning hukmi hamda Ka'bani tavof qilish degan atalg'uda mutlaq. Musammat tavof degan gap, ya'ni Ka'bani tavof qilish, Baytullohni tavof qilish degan atalg'uda mutlaq. Meyadagi musamman bunda veraysak bo'ladi. Ya'ni birga bunda desak bo'ladi. Mutlaqun fi musamman huwa tavof deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni tavofning ya'ni mutlaqun fi musammat tavof degani ya'ni fi ma'na tavof deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni tavofning ma'nosida mutlaq. Baytullohni tavof qilish deganning ma'nosida mutlaq degan gap. Nima u ma'nosi desa, tavof degan ya'ni ad-davron. Ad-davron havla shay. Tavof degan gap bir narsaning atrofida aylanish. Ya'ni tavof deganning ma'nosida mutlaq degan bo'ldi mana desak. Nima degan gap desa, Baytul Atiqni tavof qilinglar degan gap, ya'ni Baytul Atiqning atrofini aylanglar. Aylanglar, cho'gilanglar. Faqat degan gap, ha? Mutlaq degani faqat. Faqat cho'gilanglar. Boshqa ishni qilmasang bo'ladi. Yoki bo'lmaydi, faqatni qo'shmasak, ya'ni Baytul Atiqning atrofini cho'gilsanglar, qanday sharoitda? O'ltib cho'gilamizlar, urtibmi? Qopab cho'gilamizlar, yetibmi? Tarixlar bor cho'gilamizlar, tarixlar yo'q cho'gilamizlar o'xshash. Endi biz mutlaqniki chekini qachon bilamiz, muqayyatga qarab bilamiz. Muqayyatga qarab ma'lum bir doiraga xoslaymiz, cheklaymiz. Ya'ni muqayyatning qarshisida Ka'bani tavof degan namozga o'xshaydi. Undan keyin Ka'bani tarixsiz tavof qilmanglar degan hadis bilan qarab hamiyatga mutlaq nimadan onning muqayyatga qaragan degan, ha, demak, bu yerdagi Baytul Atiqni tavof qilinglar degani, Baytul Atiqni qo'ying tarixinglar bo'lsin, qo'y tarixinglar bo'lmasin, tavof qilinglar degan bo'ldi buning hukmi. Mutlaq degani nima chiqdi degan. Fala yuzadu alayhi shartul wudu'i fil xabar. Andagandan keyin bu mutlaqqa, bu Qur'on karimda bo'lgan bu mutlaqqa shartul wudu' bil xabar. Xabarning hukmi bilan tahorat edishni shart qilish ziyoda qilinmaydi. Bu xabar xos xabar desa, bu xabar bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom degan hadisda at-tavofu bil bayti salatun. Baytullohni tavof qilish namozdir. Ala annalloha ahalla fihi an-nutq. Nima? Illa annalloha ahalla fihi an-nutq. Biroq faqatla Alloh taolo tavofda gap qilishni halol qildi. Faman nataqa fihi fala yantiqu illa bi khayr. Kimki tavofda gap qila olsa, faqat yaxshi gap bilan qilsin. Bu desa hakim chiqargan Mustadrakda. Tabarani va undan sahih yoki daif deb baho qo'ymagan. Tabarani Bayhaqi rivoyat qilgan hakimdan. Tirmiziy ham bunday deb so'zlaydi. At-tawafu havla al-bayti mislu as-salah. Ya'ni Ka'bani atrofida tavof qilish namozga o'xshash deb rivoyat qilingan. Demak, endi hadislar yana Sahih Buxoriy, Sahih Muslimniki bunday bir eng sahih darajadagi qo'liq hadis emas. Ammo hadis kelgan endi. Hadis kelgan. Xo'sh, endi Qur'onning hukmida nima deyotdi u? Sen tavof qilsang bo'ladi. Tavof qilgin. Tavof qilgin deyotdi. Tavof qilish deganning ma'nosi atrofini aylanib cho'gilash. Cho'gilash degan. Buningga tavof qilish deganga sen tahorat olgan holda, ya'ni falyatawafu mutawaddian degan gapni qaydlab qo'ysak, o'xshash darajada qilib, bu Qur'onniki bo'lgan qat'iga zanni bilan ziyoda qilib qoldik bo'ladi. Ya'ni chunki bu qat'iy faqat shu narsaga dalolat qiladi. Faqat tavof qilish deganda boshqa narsaga emas, xos. Unda bo'lgandan keyin buningga agar bir hadislar bilan zanni yo'l bilan hadislarni ziyoda qilmoqchi bo'lsak, o'xshash darajada emas, balki undan tuvanroq darajada ziyoda qilsak bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin nima deyotdi? Bal yu'malu bihi ala wajhin, balki bu hadisga shu kitobning hukmi o'zgarib ketmaydigan yo'l bilan amal qilinadi. Qanday qilib desa, bi ay yakuna mutlaq at-tawaf fardan. Mutlaq tavof nima farz bo'ladi. Ka'bani mutlaq tavof qilish nima farz. Bi hukmil kitabi val wudu.
kitobning va kitob bi hukmil kitob, kitobning hukmi bilan. Val vudu vajiban. Tahorat vojib bo'ladi. Va yakuna al vudu vajiban. Tahorat qilish vojib bo'ladi nima bi hukmil xabar. Xabarning hukmi bilan. Anda olgandan keyin natijada fayujbarun nuqsanul lazimu bi tarkil vudu'il vajibi biddam. فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم يعني فيجبر بالدم فيجبر بالدم يعني بالدم دي جار مجرور يجبر متعلق يعني واجب bo'lgan tahoratni tark etish bilan vojib bo'lgan tahoratni tark etish sababli lozim bo'lgan nuqson lozim kelgan nuqson qon bilan yomiladi yujbar degan gap uni yamoqlik silish to'liqlanadi degan bunda. Ya'ni birdan qo'yib o'tirishlar. Bir qo'yib o'tirishlar. Agar bu vojib tavob bo'lsa, nima? Qo'yib o'tirishlar, agar farz tavob bo'lsa, tugar o'tirishlar. Qo'y vojib tavob bilan farz tavobning farqi bor. Umr qilgan bo'lsam, gadimni tavob vojib bo'ladi. Haj qilgan bo'lsam-chi? Haj qilgan bo'lsam, farz bo'ladi. Ya'ni uni kenidan, yana birga haj deb farz tavob bor. Farz tavob bor, sunnat tavob bor, vojib tavob bor. Endi shu hajdagi farz tavobni ta'rifim yo'q qilsam, butuga o'tishim kerak. Bunday gap chiqadi. Nima? Haliqi. Men xato debdimmi? Yo'q, vojib tark etsa, qo'y. Farzni tark etsa, nima? Tuga. Vojib tark etsa qo'y, farzni tark etsa tuga. Ta'rif vojib. Farz emas. Uni bu yerdan ta'rif yo'q. Nima qilgan bo'lsa, tavob qilgan bo'lsa, qo'y o'tish bo'ladi. Xo'sh. Endi bizniki bu yerda inchki bir masala deb qilib bitib ketsak bo'ladi. Ta'rif masalasida og'izni chayqash, buni chayqash, niyat qilish, oqma qilish deganlarni sunnat degan edinglar. Endi bu yerda mana tavob masalasida ta'rif bilan tavob qilishni vojib deganimiz sunnat demayizlar o'xshash ayollar. Desa biz amallarga hukm berishda bu amallarniki vasila yoki maqsid, maqosid ekanligiga qaraymiz. Agar bu amal biz hozir ustida munozara qilayotgan amal vasila bo'lib qolsa, xuddi tahorat masalasidagidek. Faqzilu wujuhakum va aydiyakum degan oyatdagi masalasidagidek vasila. Tahorat nima? Tahoratga vasila. Tahorat bu biz nima uchun tahorat olamiz? Namoz o'qish uchun, ibodat qilish uchun tahorat olamiz. Faqat tahorat qo'ymaymiz. Endi u bir vasila, bir ibodatga yetish uchun, bir ibodatni halol qilish uchun bir vasila. Bu vasila bo'lsa, uning kenidan yana bir hukm qo'yamiz, bu maqsid, maqosid. Bu yerda Ka'bani tavob qilish nima? Ibodat. Ka'bani tavob qilish ibodat. Endi shu ikkisiga dalil o'xshashib qoldi, dalil o'xshash. Lekin ikkisiga o'xshash hukm qilib qo'ysak, vasila bilan maqsadni ayirib farqlanmagan bo'lamiz. Chuqur vasila bilan maqsadning ayirisi farqlanishi kerak. Bu ikkisining farqlanishi uchun vasilaning hukmlarini sunnat deb qo'ydik. Nimaning hukmini-chi? Maqosidning hukmlarini vojib degan hukm qo'ydik. Shu sababdan vasil tahoratning vojibi yo'q edi. Tahoratda, g'uslda vojib yo'q. Sunnat bor, vojib yo'q. Agar vojib bo'lgan bo'lsa edi, og'izni chayqash, burnni chayqash vojib bo'lgan bo'lardi. Chunki u og'izni chayqashdan, burnni chayqashdan dalili intayin kuchli, hadisdan kelgan. Dalil kuchli, ammo bu amal tahorat vasila bo'lib qolganligi uchun buniki farzdan boshqalar hammasini deb hukm qilinganiga sunnat deb hukm berilgan. Xo'sh, va kazalika qawluhu ta'ala. Shuningdek Alloh taolaniki varka'u ma'ar raki'in degan qavli. Varka'u ma'ar raki'in. Alloh taolo ya'ni ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar. Ya'ni namoz o'quvchilar bilan birga namoz o'qinglar degan mush oyati. Mutlaqun fi musammar ruku'. Ya'ni fi ma'na ruku'. Bu oyat rukuning atalg'usi mutlaq. Ruku bunda mana ikki xil ma'noda demak. Ruku degan atalg'uda mutlaq. Ruku degan atalg'uda mutlaq. Desak bo'ladi yoki
rukuning ma'nosida mutlaq desa bo'ladi. O'xshash ma'no. Rukuning ma'nosida mutlaq degan gap, ruku degan nima degan gap? Desa, inhina, egilish. Ruku degan gap shunda egilish degan gap. Ya'ni egilish degan gap mutlaq. Ya'ni uni boshqa bir gapni qaydlamaymiz. Boshqa gap bilan qaydlamaymiz. Ya'ni bir odam Alloh taolo rukuni farz, ruku qilish farz. Namozdagi rukunning biri, ruku qilish namozdagi rukunning biri. Dalil nima? Dalil varka'u degan oyat. Ammo shu varka'u degan oyat dalil. Shu oyatning o'zida ruku qilinglar dedi Alloh taolani. Egilinglar degan bo'ldi. Bir odam mutlaq namoz egilsa farzni ado qilgan bo'ladi. Endi fala yuzadu alayhi. Bununla şartu ta'dili bi hukmil xabar. Xabarning hukmi bilan ta'dil degan gap, ya'ni at-tuma'nina. Ya'ni a'zolarni barobar qilishni shart etish ziyoda qilinmaydi. Ya'ni bu rukuni cho'qim varka'u mu'tadilan, varka'u mutma'innan deb bunda qayd qilishni ziyoda qilmaymiz. Shart qilib qo'shamaymiz. Cho'qim rukuni barobar qilish farz deb buni shart qilmaymiz. Barobar qilish degan qaydni qistirib qo'ymaymiz. Qur'on karimda mutlaq keldi. Egilinglar dedi. Egilish degan ma'noni keltirdimi? Geldi farzni ado qilgan bo'ladi. Ammo unda o'zi xabarga amal qilmam demaysiz. Desa, bu xabar qaysi xabar desa, bu bo'lsa payg'ambar alayhisolamniki hadisul musi deb ataladigan. Hadisul musi, ya'ni namozini yaxshi qilmagan odamning hadisi deydilar. Bir odam masjidga kelib namoz o'qidi, payg'ambar alayhisolam odamga qum fasalli fa innaka lam tusalli. Ondan turib namoz o'qi. Sen çünkü namoz o'qimading dedi. U odam yana 2 rakat o'qib namoz o'qidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam endi sen namoz o'qimading deb bu ahvol 3 qatim takrorlandi. Oxiri bu odam ya Rasululloh men bu namozdan boshqa namoz o'qimayman degan vaqtda payg'ambar alayhisalom sen qiyam qilib ruku qilganda subhan robbiyal azim deb 3 qatim deb sajdaga borganda subhan robbiyal a'la deb 3 qatim deb har vaqt ya'ni sen dam ilib oldirmasdan har bir a'zolaring o'z-o'ziga qaytib tuzinib bo'lgan qadar yani to'xudan chiqqandek emas oldirmasdan o'qigan degan ma'noda hadis so'ziga bu mashhur hadis. Shu sababdan endi shu hadis bilan Qur'on karimning hukmiga ya'ni varka'u deganga varka'u mutma'innan yoki muaddilan ta'dilan deb maqaytni qo'yish joiz bo'lmaydi. Biroq unda o'zi hadisga amal qilmamiz desa, hadisga ham amal qilamiz. Walakin yu'malu bil xabari ala wajhi la yataghayyar bil kitob. Biroq kitobning hukmi o'zgarib ketmaydigan shaklda hadisga amal qilinadi. Fayakunu mutlaqur ruku, anaqa mutlaq ruku qilish yani. Mutlaq ruku deganga mutlaq egilish. Boshqa narsa yo'q. Farz bo'ladi kitobning hukmi bilan. Va ta'dil, ya'ni har bir ta'dil degan nima ta'dil degan gap? Har bir rukuni, sajda o'tirish jalsini hammani bundaq bir badal, bütün badallari o'zining holatiga qaytib bo'lguncha nima qilish? Bundan turish, tutab turish. Vojib. Va ta'dilu vajiban. Yani bu ta'dil, yani bütün rukunlarni barobar qilish, kamil mukammal qilish nima vojibdir. Bi hukmil xabar. Xabarning hukmi bilan. Unda olgandiki birisi bizga mukammada qarshi keldi. Demak tabiiyki vojib, farz degan farz agar namozda farz tark bo'lsa, namoz batil. Namozni vojib tark qilib qolsa, agar sahvan bilan tark bo'lsa, bu sajda sahvi bilan ado etiladi. Agar qasddan tark etgan bo'lsa, bu sajda sahvi bilan ado etilmaydi. Balki bilak o'qiydi namoz, iyoda qiladi. Sabab nima? Sabab namoz bo'lmadi emas. Balki gunohni ko'tarish uchun, raf'il ism. Vojibni qasddan tark etgan odamga gunohni ko'tarish uchun namozni bilak iyoda qilib qo'ydi. Maqoida. Shuni sajda sahvi degan gap nima? Vojibni savarlik bilan tark etgan odamga nisbatan berilgan gap. Unchiki shundan kelib chiqadigan hukm ham. Bir odam masalan namozda masalan sajda ruku qilsa namoz bo'ladi. Ammo rukuni yetti qilmay yettiga shu egilib bilan bosh ko'tarib olsa, buni savarlik bilan qilgan bo'lsa, buni gazligini nima qiladi? Sajda sahva vojib bo'ladi. Va ala hada qulna
biz mushu qoidaga asosan ya'ni al mutlaq yajri ala itlaqihi degan qoidaga asosan qulna mundaq deymiz. Yajuzu tawaddu'u yajuzu tawaddi tawaddu desak bo'ladi. Tawaddi desam. Ya'ni zafa suvi bilan tahorat qilish joiz bo'ladi. Va bi kulli ma'in khalatahu shay'un tahir. Pak narsa aralashib qolgan har qanday suv bilan tahorat qilish joiz bo'ladi. Pak narsa aralashib qilib faqayyara ahada awsafih. Suvning sifatlarining birini o'zgartirib aralashib qolgan pak narsa suvning sifatlarining birini o'zgartirayotgan bo'lsa, suvning sifatlari degan suvning ta'mi, suvning rangi, suvning farqi, suvning sifatlari bo'ladi. Shularning birini o'zgartirayotgan bo'lsa, aralashib qolgan narsa pak narsa bo'lsa, bundan tahorat qilish joiz bo'ladi deymiz. Mushu qoidaga asosan. Anladin? Nima ish qiladi? Chunki Alloh taolo osmondan nazalan minas samai ma'an tahura dedi. Paklaydigan suvni tushirdik dedi. Ma deb Alloh taolo mutlaq atadi, suv deb atadi. Tardodg'oyada mushu suv degan ism o'zgarib ketmasa, suvniki rangi o'zgarib ketganga, farq o'zgarib ketganga, ya hidi o'zgarib ketganga suv o'zgarib ketmaydi. Suv degan bilagi hallo, ya bir qiyam, murabbaga aylanib qolmaydi. Suv turilaveradi. Suluq mutlaqlik hukmi bo'yicha ma'lum. Ammo pak narsa olib qolgan bo'lish kerak. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda li nima deb man tahura paklaydigan suv dedi. Li yutahhirakum dedi. Anda oyatlarda bo'lganligi uchun bu olib qolgan pak narsa bo'lish kerak. Uni suluq tabiatini to'liq chiqarib o'tmasi kerak. Endi biroz sifatlardan birasi o'zgarib ketsa, buni ta'sir yetkazmaydi. Zapa suv olib qilishdan suvniki tabiiy sifatlari ham o'zgarib ketmaydi, rangi o'zgargan bilan. Mesela onun başka narsalar arif kese mesela supon, topal, lay degandek darak kazanları mesela küzdeki darak yupurmakları degandek narsa arif kese bununla özgürtmeydi. Nimiş kadar li enne şartal mesiri ile teyemmüm. Çünkü teyemmümü kaytıdığın şartı. Biz teyemmümü su tapanmağında teyemmüm kıldıgan. Feteyemmemu degan oyatning hukmi bo'yicha biz illam tajidu ma'an ya'ni suvni topolmasanglar, ya'ni mutlaq suvni topolmasanglar. Mutlaq suvni qaytlanmagan, sifatlanmagan yoki ma'an keda gap yo'q. Ma bas. Ya'ni mutlaq suvni topolmasanglar, teyemmüm qilinglar degan mushu hukmga qaytishning o'zi sharti nima? Adamu mutlaqil ma. Mutlaq suvni bo'lmasligi. Va hada قد بقي ماء مطلقا. أما شو زعفران سوي ماء الزعفران سفن سوي دياندك مثلا غازanlar derek yupurmaklar bir çıkan su diyandek sula mutlak suluk halde kılıverdi. Özgürlük yok. Neymiş kal? Fe inne kaydel idafeti. Çünkü belki ma'u za'faran, ma'ul varak, ma'u as-sabun diyandeki idafet qaytdigan faqatlam sifatlan bo'lmaydi. Ba'zi izofat bilan qaytlanadi, ba'zida hol bilan qaytlanadi, ba'zida sifat bilan qaytlanadi. Mishadiki qaydal izofat degan izofatni qayd qilish. Hozir izofatni qayd qilish ma'u az-za'faran deb za'faran degan so'zni suvga izofat qilish, izofat qilib qayd etib keltirish. Ma azala anhu ismal ma. Mushu suvdan suv degan ismni yo'qotib o'tgani yo'q. Zayil qilib o'tgani yo'q. Bel qarrarahu belki onu muqarrarlaştırdı. Ma'u za'faran da bilib su degan gapni muqarrarlaştırdı. Bu yerda su emas degan gap yo'q bu yerda. Ondan keyin fayadkhulu tahta hukmi mutlaqil ma. Ondan keyin bu zapasi va uning o'xshashlar hammasi mutlaq ma degan mutlaq suvning hukmining tahtiga daxil bo'ladi. Va kana şartu baqaihi ala sifatil munazzal min as-sama. Endi mujusuni osmondan tushirilgan peti qoldirishni shart qilish. Osmondan tushirilgan sifat bilan qoldirib qo'yishni boqiy qilishni shart qilish. Qaydan li hadal mutlaq. Mushu mutlaqni muqayyad qilganlik bo'lib qoladi. Bu mutlaqni qayd qilganlik bo'lib qoladi. Ya'ni bu tarat elish uchun chuqum osmondan tushgan peti shu sifat bilan turish kerak. degan gapni qitish nima bo'lib qoladi? Bu kitobdan bo'lgan mutlaqni qaytganlik bo'lib qoladi.
Bu hada la yecuz, bu caiz olmaydı. Ve bihi, endi bizning degan gapimiz bilan, bizning yuqoridagi mush qoidamiz bilan mutlaq o'ziniki mutlaq bilan mangdo, unda bo'lgandan keyin zafar suyida tartilish joiz bo'ladi. Nimishqa? Chunki bu yerda ma'u zafar degan idofat buning suluq sifatini yo'qotib etmagan. Degan mush qoidamiz bilan yuxarraju hukmu ma'iz za'faran. Zafar suyining sabun, supun suyinin ve ushnan suyu. Ushnan degan nima desa? Ushnan degan bu bir nabat, o'simlik. Qadimgi zamonda bu o'simlikni selib, nima qilgan? Shiqatlar yuyiladigan. Supunning o'rnida ishlatilib. Ushnan suyi va misol shunga o'xshash pok narsalar olishib qolgan, unidan da suluq tabiatini yo'qotmagan, ha? Bizda tab'ul ma deb bir narsa bor. Sıfatul ma deb bir narsa bor. Suluq tabiati nima? Suning suyuqlik bilan arqiqatu va sayalan. Suning iqishchanligi. Su oqadigan va suyuqligi. Maliki sun tabiati. Agar maliki su quyoqlab qolsa, hasaldek buni tartib olmaydi. Suniki, lekin mana rangi o'zgarib, sifati bo'lsa, suning rangi, ta'mi, turqi. Uni bilan pak narsa olib qolgan bo'lsa tartib oladi. Şunu olan zafasiye, supun, ashnan, uni o'xshashlariniki hukmi mushu qoida bilan chiqariladi. Demak, qanday bir narsaga, qanday bir suvga pak narsa aralashib qolsa, bu suvning suluq sifatlaridan bir sifat yo'qolib ketsa-mu, toki bu suvning suyuqlik bilan iqishchanligi yo'qolib ketmagan ahvol aslida uni bilan tartilish joiz bo'ladi. Endi va kharaja an hadhihi al-qadiyya, bu meseleden, bu hükümden el-ma'un necis, necis su çıkıp gidiyor. Ma'nun tahtiga necis su, yani necis narsa ayrılışıp kalan su bunun çıkıp gidiyor. Bi kavlihi ta'ala, demiş kalsa Allah Teala'nın kavlinin sebebiyle. Velakin yuridu li yutahhirakum. Allah Teala silahını paklaşını irade kılıdı. Paklaşını irade kıldı kendikin, o necis silahın paklık hasıl olmaydı. Ve necesu la yufidu tahara, necis diyen taharetli, paklıkını ifade etmeydi, payda vermeydi. Ve yine bir gün menezzana bile semeyin ma'an tahura dedi. Biyadı mı? Tahura diyen mutahhira diyen bu manası. Onda olan dikin biyadı ki çokum pak nasi buluş kelek. Ve bihâzihil işare, bu işaret ile ulima ennel hadese, şu bilindeki el hades şartun li vücubil vudu. Taharetsizlik, taharet yani ademut tahar diyeyim bunu. Taharetsizlik şartun li vücubil vudu. Taharet vacip buluşunun şartıdır. Biz bu işaretlerden ne bildik? Biz nima uchun tartalimiz? Ondan bizning gapimizga nima uchun taharat vojib bo'ladi desa, taharatsizlik bo'lganlik uchun. Suv pak, suv paklovchi suv degan gapdan, demak biz nejis ekanmiz. Ya'ni bizni paklaydi ekan. Taharat biz emas, mo'min degan nejis olmaydi. Bizning taharatsizligimizni, hadasni paklaydi ekan degan gap bo'lgandan keyin, taharat uchun vojib bo'lishi nimadir? Vojib bo'lishi sharti hadas. Bir adamın tartib olsa, tartib adam, tartib asıl budur, onun alanır. Lakin bunu geldiğin tartib vacip etmez. Demiş vacip etmez? Çünkü bunu yani fe inne tahsilet tahara, çünkü taharetine hazırlık kılış bidun vücudul hades. Taharatsizlik mevcut bulmasından taharetine hazırlık kılış bir adamın tartib adamın yine taharet hazırlık kılışı muhal, mümkün emez yani. Bu tahsilul hasil. Banasını bakılış. Banasını bakılış. Yani düşünülmesi gerek mana. Demek ki onu tahareti ba adamın geldiğinde taharet ediş vacip emez. Tahareti ba adamın geldiğinde taharet ediş vacip emez. Neymiş bunda deydi o? Edistar, taharet üstüki taharet ediş nurun Allah nur diyen tutsağı dese, ya bu mesele bu yerde bunu demek demez. Yani zahiriler bazı mezhepkiler Kur'an-ı Kerim'deki ya eyyühellezine amenu idâ kumtum ile salati fagsilû. Sen namaz tutsanlıkında yüzünü yonladığı ayetini kaçan namaz kılmakçı olsan taharet edişin gerek vacip degen mezhepler boğadık için şunun karta davet ediyor. Bir adamın tahareti bolsa tahareti batırıp bunu taharet edişim emez. Vacip emez. Nemiş kalmış şeydi ki liyutahhirakum bi diyen kavlinden anlatılanı ki sen paklaş için diyen kavlinden şunu bilimiz ki
Bu adamın eğer taarrut olsa bu Allah Teala burgan taarrut etmegen nimesi yok. Haceti yok, ihtiyacı yok dengep çıkıdı. Bu taarrut yok adamlarga kartılgan gap. Şuning uchun her namaz o'qigan joyda alohida taarrut qilish nima farz emas. Ammo bir adam taarrut olay desa nurni oladi. Bu boshqa gap. قال أبو حنيفة رضي الله عنه أبو حنيفة رضي الله عنه deydi ki المظاهر إذا جامع امرأته zahar kılgıcı yani üzerindeki ayağını ente zahruke ke zahru ummi degandek mesela seninki tüfeğin anam düşük okşaş degandek set geplerini de kasem işken zahar kılgıcı İza cama'a imra'atehu bunun Kur'an-ı Kerim'de nimde de ellezine yuzahiruna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki vellezine yuzahiruna min nisaihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الله تعالى bu şu zahar hakkında yani ayağını Bizning ayolini anisiga o'xshatgan odamlar qasam ichgan. Andikin degan gapiga qaytib yanqallar yana ayol bilan bulishib qolay deb ayolni qaytganlar. Buning gadiniga tahrir raqaba mutlaq bir qul ozod qiz bo'ldi. Kafir bo'lamdi, musulmon bo'lamdi. Mutlaq bir qul ozod qiz bo'ldi degan shart min qabla yatamassa. Ya'ni ayol bilan jamoa qilishdan burun, ayol bilan munosabat o'tkazishdan burun bir qul ozod qilish kerak. Undan fama agar bir odam bir qul azat qilinmasa 2 oy aqma qurus tutish kerak bu min qabla yetamasa ayol bilan munosabat o'tkazishdan burun bir odam 2 oy aqma qurus tutishga qodir bo'lmasa bu 60 miskinga tomoq bersa bo'ladi degan mishada nima yo'q min qabla yetamasa yo'q uchinchisida takror keldim endi nima deyotdi al muzahir zahar qilgan odam Üzünün İza cama'a imra'atehu üzünün ayali bilen fi hilalil it'am şu 60 miskinge taam bilish aralığında ayallan munosabat etkizib qolsa jima qolsa la yasta'niful it'am bu tamoq bilishni yengilab bermaydi yengidan bermaydi ammo rustik odamchi 2 oy rustik odamchi shu 2 oy rustikdan burun ayallan munosabat etkizib qolsa endi bilib 2 oy rustik نمش خالصا لأن الكتاب çünkü kitap mutlakun fi hakkil it'am. Taam bilish hakkında mutlak kelgan. Yani muqayyat emas. Yani kitapta kul azat qilish muqayyat keldi. Kul azat qilish fatahir raqaba deb mutlak keldi, lekin ma raqaba mutlaq. Amma fatahir raqaba min qabli an yatamassa deb muqayyat keldi. Uni kelidi nima decho ro'za tutishdimi min qabla yatamasada muqayyat keldi qaytlik ammo nimada it'om kelganda fa it'amu 60 miskina deb ham muqayyat mutlaq keldi ya'ni muqayyat yo'q qayt yo'q meyli qayt yo'q unda bo'lgandan buningda bir odam tamoq bergan joyda ayollar munosabat o'tkazib salsa tamoqni 60 miskinga yengilab bermaydi لأن كتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط Onda olgandan fela yüzade aleyh şartu ademil mesisi bil kıyasi ala savum. Biz ruzuğa kıyas kılıp durup ademil mesis degan cima degan gap. Cimanın bulmasını şart qilish ziyade kılınmaydı. Anladın? Belki bir yerde mutlak yecri ala itlaqi vel muqayyadu ala taqyidi. Yani mutlak bizning mutlaq qilan mangadu muqayyad qilan mangadu. Yani mutlaq hukmi qat'iy muqayyatning hukmi qat'iy. Muqayyat kelganda mutlaqga qiyos qilinmaydi. Mutlaq kelganda muqayyatga qiyos qilinmaydi. Endi mushun tushundik. Ba'zan yerda mutlaqlarni muqayyatga qiyos qilgan yeri bor. Hamma yerda emas. Bu yomon ajoyib inchki masala. Buni ma'lum yuqori darsda tafsili bayon qilamiz. Maktabniki seviyesi bunu götüremeydi. Şunun için hazır biz mutlak muqayyatning hükmünü bilsek lan bo'ldi. Çünkü İmam Şafii mezheplerinde qanday mutlaq kelsa
Qolgan muqayyad bir shaklda kelgan bo'lsa, mutlaqni muqayyadga hamla qiladi. Mutlaqni uning ma'nosi faqatlar masalan qul ozod qilinib kelgan bo'lsa, chuqur mu'min qul ozod qilish kerak. Chunki Qur'onda Yeniviyada nima deb kelgan? Mu'min qul ozod qilinib deb kelgan. Deydi ki biz hali bilmez mi? Ya, degan adam öldürüş meselesi. Mavcu bu zihar ya bir kasem meselesi. Bunu bilek vakayısı gibi bunu kıyas kılamayısınız. Hem bunu anda nima qilish uchun qiyas qilish orqali qiyas degan zanniy hukm. Qiyas degan nima? Zanniy hukm. Zanniy hukm bilan qat'iy hukmni amal qilolmaysiz. Degan qoida bo'yicha. Ve kezalike qulna. Biz yana shuningdek deymiz. Ya'ni misal it'am xuddi it'amda qanday degan bo'lsak, 60 miskin taom berish jarayonida ayollar munosabat ko'rsatsa, yig'idim bermaydi taom berishni deganimizga o'xshash. Ar-raqabat fi kaffarati zihar vel yamin mutlaqa. Ya'ni zihar bilan qasamning kafaratidagi fatahrir raqaba mutlaq holda kelgan. Fala yuzadu alayhi shartul iman. Bununga iymonni shart qilish, bununga iymonni shart qilish ziyoda qilinmaydi. Bil qiyasi ala kafaratil qatl. Yani o'limning kafaratiga qiyas qilish bilan. Aynan bizim ma'noda it'amda ruzuga qiyas qilish shart etilmaydi degandek, kazalika degandik, kazalika degan gap, ya'ni xuddi it'amni savun ruzuga qiyas qilish joiz bo'lmagandek, o zihar bilan yamin qasamning kafaratidagi raqabanimi o'limning qat'an o'tib salgan kafaratul qatlga qiyas qilish joiz bo'lmaydi. Da'vatdir. Nima fa in qil amdi bir itiroz deydi. Fa in qil agar bunda deyilsa innal kitaba bi mashhar ras boshqa masih qilishdagi kitob yujibu mazham mutlaqil ba'd. Boshdagi ba'zi bir qismi mutlaq masih qilishni vojib qiladi. Ba'zi bir qismiga. Masalan, vamsahu bi ru'usikum deki Allah Taala vamsahu ru'usakum demay, vamsahu ru'usakum demay, vamsahu bi ru'usikum degandiki oyat tilida masahtul haita deb kelsa, masahtul haita bi yadi deb kelsa, tomning hammasini qo'lim bilan surtim degan bo'ladi. Agar lekin masahtu bil haiti, masahtu yadi bil haid deb kelsa, masahtu yadi bil haid. Qo'limni tam o'zigim desa, faqat tomning bir qismini qo'limni tekkizdim degan bo'ldi ma'nosi deb Sharhul Vaqayada Sadrush Shari'a intayin tafsili bayon qilib qo'ygan. Demak, bu yerki ba'diya. Ba'diya uchun kelgan anda bo'lgandan keyin beshiqlarning bir qismini masih qilinglar degan bo'ldi. Demak, bu mutlaq. Beshin bir qismini masih qilish mutlaq. Sizlar bu mutlaqni miqdorin nasiya kukuluchash, ya'ni kukuluchash miqdori yoki rubu' boshni to'rtdan biri miqdori bilan qaydlab qo'ydinglar. Sizlar tamom bakdab ketdinglar. Mutlaq degan al-mutlaq yajri bi itlaqin, al-muqayyad yajri bi taqyid deb ketdinglar. Lekin bu yerda sizlar shu xabar vahid bilan masalan Rasululloh bir qavmning subati Sufindixonasiga keldi. Sufindixonasiga kelib bu yerda sitara sundurdi siydi. Undan keyin taat elib kukuruzdagi nasiya kukuruchiga Mughayrat mushabbar rivoyat qiladi. Kukuruchiga masih qildi degan hadis bilan sizlar nima qilinglar? Bu yerdagi boshning bir qismiga masih qilinglar degan oyatning ma'nosi to'rtdan biriga masih qilinglar, kukuruchiga masih qilinglar degan bo'ladi. Dinglar. Ma'bir birinchi e'tiroz. Ikkinchi e'tiroz, sizlarning bo'lganda, sizlarning qoidanglar, usullar bo'yicha bo'lganda unda bo'lmasa kerak. Bu xabar vahid bilan nimani boshqa masih qilishni, boshning to'rtdan biriga masih qilish farz demasliginglar kerak. Balki uni nima qilishinglar kerak? Sunnat deyishinglar kerak edi u. Val kitabu mutlaqun. Ikkinchi e'tiroz. Val kitabu mutlaqun fi intihai al-hurmatil ghaliza bin nikah. Ya'ni nikoh bilan hurmatul ghaliza, qattiq haromlik tugaydiganlik haqida kitob mutlaqdir. Fa in talaqaha amdi ya'ni taloq oyati subhanaki at-talaq marratan degan oyatning davomida taloqda ikki bo'ladi deb oxiri fa in talaqaha agar u ayolini yana bir qadam taloq qilsa, keyin
Onun kendi aslidagi eliga fala tahilu lahu hatta tankiha zawjan ghayra. Asli bu ayol aslidagi eliga boshqa bir erga tegmaguncha halol bo'lmaydi degan oyat. Bu hurmatli g'aliza hatta tankiha nikah. Yani boshqa bir erga nikahlansa ayol nikahlansa haromlik tugaydi da'vat etdi Qur'on mutlaq. Boshqa bir gap yo'q unda. Boshqa bir gapni qayd qilish shart emas. Ya'ni nikohlanib, undan keyin undan birini jimo qilsa, undan keyin tugaydi demadi. Nikohlansa dedi, xolos gap tugadi. Lekin sizlar vaqat bu sizlar buni vaqat qayyatumuhu bid-dukhul bi hadisi imra'ati Rifa'a, bi hadisi imra'ati Rifa'a. Sizlar buni mutlaq bo'lgan kitobda bo'lgan mutlaqni Rifa'aning ayolining hadisi bilan dukhul bilan qaydlab qo'ydinglar. Yani hatta tankiha zawjan ghayra deganda hatta bu ayol avvalgi erdan boshqa bir erga tegib u er bilan birga bir uyga kelib jamo qilmoqchi halol bo'lmaydi deb sizlar bunda qaydlab qo'ydinglar. Sizning qoidanglar bo'yicha xabar vahid bilan nimaga Qur'on kitobga qarshi-qarshilik ziyoda qilish joiz bo'lmaydi. Bu ikkisini jam qilish mumkin emasdi-ku. Desa qulna bunga javob beramizki. Birinchi e'tirozga javob. Birinchi e'tiroz masih qilish boshning bir qismiga masih qilish masalada. Innal kitaba laysa bi mutlaqin. Kitob yerda vamsahu bi ru'usikum deganda beshinglarni bir qismiga masih qilinglar degan oyatda mutlaq emas. Boshqa masih qilish mutlaq. Masih qilish hammasiga yo bir qismiga yo 3dan 1ga 4dan 1ga yoki qurchash miqdoriga masih qilish. Shu masih qilsa mahdi mutlaq lekin miqdorda mujmal. Mutlaqun bil mashi ya mutlaqun fil mashi ve mujmalun fil miqdar. Ve bu miqdarda mujmal. Nimada mutlaq masih qilishda mutlaq. Masih qilma yusuf bo'lmaydi. Va shuning uchun masih qilish mutlaq bo'lganligi uchun bir odam masih qilganda bundan qilib yursa masih qilgan bo'lmaydi. Alloh taolo masih qildimi? Masih qilish kerak. Yumaslik kerak. Alloh taolo yu dedimi? Yuyish kerak, masih qilmaslik kerak. Mojihatda mutlaq. Ammo qanchalik yerga masih qilish deganda bir qismi degan gap bilan mujmal. Bir qismi degan gapdan mujmallik bor. Ya'ni qanchalik endi qachon bishadi ikki masala bor. Qachon kitobda bo'lgan mutlaq mujmal bo'lib qolsa, mutlaq mujmal bo'lib qolsa, mushu chaqda xabar vahid bilan bu mujmalni nimaga mufassarga aylantirish mumkin. Yoki mufassarga emas, ya'ni muavvalga aylantirish mumkin. Bu chaqda farz nima bo'ladi? Farz ilmiy bo'lmay, farz ilmiy e'tiqodiy bo'lmay nima bo'ladi? Farz amaliy ijtihodiy bo'ladi. Bu chaqda farz amaliy ijtihodiy. Shuning başının to'rtdan biriga masih qilish al-mafrud deb fikrladi. Farz deb kelmay al-mafrudu fi mash ar-ra's deb keladi. Ya'ni nimaga fa, ya'ni farz amaliy. Farz amaliy ijtihodiy. Farz ikki bo'ladi. Bir farz ilmiy qat'iy, ya'ni bir farz amaliy ijtihodiy. Bir odam farz ilmiy qat'iyga inkor qilsa nima bo'ldi? Kafir bo'ladi. Lekin farz amaliy ijtihodiyga inkor qilsa kafir bo'lmaydi. Mesela İmam Azam başından to'rtdan biriga masih qilish farz dedimi? İmam Şafii uchga masih qilish farz dedimi? İmam Ahmad, İmam Maliklar başından hammasiga masih qilish farz dedimi? Hech qaysi kafir bo'lmaydi. Boshqa masih qilishga inkor qilgan bo'lsa nima bo'ladi? Kafir bo'lgan bo'ladi. Ammo miqdorga inkor qilgan kafir bo'lmaydi. Chunki miqdor mujmal. Hammasi o'zining ko'z qarashida, mazhabida kuchli qilgan dalillar bilan hukm chiqaradi. Endi bu yerda musannif nima deyapti? Innal kitaba laysa bi mutlaq. Fi babil masih. Masihning babida mutlaq emas degani masih mutlaq, lekin miqdorul masih. Masihning miqdori mujmal degan bo'lmasa, demak fa inda bizga inchki bir farqni deb turadi musannif. Fa inna hukmal mutlaqi ay yakuna al-ati bi ayyi fardin kan atiyan bil ma'mul bih. Mutlaqning hukmi nima? Biz bir narsaning mutlaq yoki mujmal ekanligini qanday bilamiz? Mutlaq bilan mujmalning farqi nima desa bizga musannif inchki bir farqni deyapti. Mutlaqning hukmi biz buniki asliga qarab bilamiz deydi. Bir narsa mutlaq yoki mujmal ekanligini o'ziga qarab bilmaymiz, buni kelib chiqqan asar.
ta'siri, hükümü qarab bilalaymiz. Mutlaqning hukmi ado qiluvchi ma'mur bihning qaysi bir fardini ado qilsa, ma'mur bihni ado qilgan bo'ladi. Ati deganga men ado qiluvchi. Ado qiluvchi bi ayyi fard. Men mutlaq deganni lafzul xasun yadullu ala nima degan fardin sha'i dedikmi? Fardin sha'i. Aş sha'i bo'lgan fardniki qaysi bir fardni amutaqin, samutaqin, mamtaqin qaysini qilsa, bunda bir cho'ng bir doira bor endi. Amday, amliq jihatdan bir cho'ng bir doira bor. Mutlaqning cho'ng bir doirasi bor. Aş doiraning ichidan qaysi bir fardni qilsa, ma'mur bihni qilgan bo'ladi. Mutlaq hukm deganda xuddi tahrir raqaba. Masalan, qul adat qilishda kafir qul adat qilsa bo'ladi, musulmon qul adat qilsa bo'ladi. Qaysini qilsa, ya'niki nima ado bo'lgan bo'ladi. والآتي بأي بعد كان ها هنا أما مسنın babında aşu muş mesiniki başındaki perdenin qaysi bir bölükünü keltirgen adam leyse bi'atin bil ma'mur bihi ma'mur bihni keltirgen bulunmaydı. Ma'mur bihni keltirgen bulunmaydı. Nima uchun desa, çünkü annahu mesela bir adam başındaki miyaske masx qo'ysa nima qilmaydi? Qaysi bir qismini keltirsa, ma'mur bihni kamil keltirgan bo'lmaydi. Nima fa innahu law masaha ala nisf. Chunki agar 5ning yarmiga masx qilsa, aw ala thuluthayn yoki 3dan 2siga masx qilsa, ammo gapiniki tafsirda la yakunu kullu fardan. Buning hammasi farz bo'lmaydi. Bir adam 5ning yarmiga masx qilsa, bir adam 5ning yarmiga masx qilsa, yarmi farz. Bir adam 3'ten 2 farz kılsa 3'ten 2 farz. Yani bizi 4'ten 1'e mesela 4'ten 1 farz. 5'ten 1'e mesela 5'ten 1 farz karşıyor. Yani hem mesela baş degen bir mücadelesi tek tapkan. Reis degen 3'ten 1'e, 4'ten 1'e, hemmisi 2'den 1'e degen tek tapkan var. Bir adam 20'ga 3'ten 2'ye hemmisi mesela hemmisi farz olmaydı. Hammasi qilish farz bo'lmaydi. Bir qismi degandan chuqur nima bo'lish kerak? Asli bir qismi degandan chuqur mutlaq deganning hukmi qaysini qilsa, maqaram. Mutlaq degandan qaysini qilsa ado bo'lgan bo'ladi. Ma'mur bi ado topgan bo'ladi. Lekin boshning masalasida qaysini qilsa ado topgan bo'lmaydi. Bir adam 20 qilgan bo'lsa farz ado qilamiz. Bir adam 3dan 2 qilsa farz ado qilmaymiz. Demak, bir yerde farz bir buluş gerek. Bir yerde farz bir. Demek farzligin bu qaysi birlikni biz bilemeyiz. Bu 4'ten 1 mi? 20 mi? Hammasi mi? Anda olgandan bu nima ekan? Mujmal ekan. Ya'ni mutlaq bilan mujmalning ayrilgan eng kichik tarafi mushu bilan. Va bihi farqal mutlaqu al mujmala. Men mushu farq bilan mutlaq mujmalni ayriladi. Agar mushu mutlaq bo'lgan bo'lsa edi, bir adam mevasi qo'ysam, xolos, masxan bo'ladi. Mevasi qo'yib masxan bo'ladi. Bütki masxan bo'ladi. Hammasi masxan bo'ladi. Ya'ni nima keltirgan bo'ladi? Ya'ni ma'mur bihni keltirgan bo'ladi mutlaq bo'lgan bo'lsa, bu mutlaq emas, balki mujmal bo'lganligi uchun, ya'ni miqdor jihatda mujmal bo'lganligi uchun faqat bu yerda farz bir. Üç emas. Qolganicha hammasi sünnet. Mesela başka bizdeki mesela Hanefi mezhebinde Resulullah'ın şu Mughira ibn Şu'be'nin hadisini delil tutup kaçan ki mucmellik demek ki kalsa, mucmellik neski ki kalsa, mutlak ki kalsa, bu mucmellik öldü mü? Mucmellik öldüğündekin biz bunu haber ahadla bile bunu kılalayımız, tefsir kılıp bunu bayan kılalayımız. Uçakta şu bayan kılınan bu şu hüküm periz bulundu. Biz kukulu çaş miktarını mesih kılıç periz dedik. Kalganlıcı dese başının hemmisi mesih kılıç sünnet. Başının hemmisi mesih kılıç sünnet. Bu tarihlik sünnetle perizini tuluklaş, kamilleştirir, mükemmelleştirir şimdi o. Devat edilir. Ama inçki mesele bunu inçki yolumuzu düşünemeyiz inçki mesele. Ve amma kaydı dukul amma bilinci itirazı cevap verdi. Kulas kalan ne buldu? Yani sila başka mesih kılıçını 4'ten 1'e yoki hukuk nasiye miqdori mesih kılıç farz deb
mutlaqni muqayyad qildinglar o'zi ya. Bu yerda mutlaq emas edi. Bu mujmal edi. Endi mujmalni biz xabar ahad qachonki qoida. Qachonki nasga mujmal bo'lib qolsa, nas mujmal bo'lib qolsa, buni xabar ahad bilan bayon qilish joiz. Buni bu amal qilish olmaydi. Bu nasx bo'lmaydi. Lekin mujmal bo'lmaydi, uchuq xos. Ma'nosi uchuq aydın taraf qilgan narsani yeni bir xabar vositasi nima qilish bo'lmaydi? Bayon qilish bo'lmaydi. Bayon qilib la yastaqbil bayon bayonni qabul qilmaydi. Bu shuni bilib olish kerak. Va amma qaydud dukhul faqat qala al-ba'd amma ikkinchi e'tirozning javobi ikkinchi erning jamoasini qaydud dukhul degan ikkinchi erning ayolni jamoa qilishini qayd qilish faqat qala al-ba'd bizniki ashoblarimizning ba'zi bunday dedi. Bununla biz ashoblarimiz har xil javob bergan bu masalada. Bir qismi dediki innan nikaha fil nassi humila ala al-watr hatta tankiha zawjan ghayrahu deki tankiha deki nikah majaz ma'nosiga hamla qilinadi. U o'zi nima? Jimo. Nikahning haqiqiy ma'nosi nima? Aqd nikah. Lekin buniki majaziy ma'nosi bor. O'zi nima? Majaziy ma'nosi vati. Endi qachonki bizda haqiqatlar majozga tang nima ma'no joiz emas. İlla bi umumil majaz. Umumil majaz bilan joiz. Ammo anda haqiqat bu so'zga haqiqat ma'noni majaz ma'noni tang qila olmaydi. Endi nastikatda tankiha zawjan ghayrahu degun avval qildim boshqa bir aylan boshqa bir tekkan iri bilan jamoa qilmoqchi halol bo'lmaydi degan bu da bunun ma'nosi. Ikkalamiz emas degan bu. Anda olsa bir savol so'rash kerak. Anda olsa bu nikoh qilmoqimiz nikoh yo'q odamga ijmo qilamda o'zi ya. Alloh taolo nima dedi? Izil aqdu mustafadun min lafziz zawj. Hatta tankiha zawjan ghayrahu deb zawj degan undan boshqa iriga deb zawj deb Alloh taolo atg'anligimizni nima bilalaymiz? Atg'anlig'idlar ha bu yerdagi nikohlangan irkan. Aqd nikohlangan iri yenge iri bo'lmasa Alloh taolo iri deb atamaydi uni. Rajulan deb ataydi. Rajulan nima? Rajulan hatta tankiha rajulan ghayrahu demay zawjan degan ekan. Iri degan gapdan o'zi aqd nikohlangan iri bilan jamoa qilmoqchi degan bu ma'nosi. Ha. Chunki bu yergi aqd mustafadun min lafzi zawj. Zawj degan lafzdan istifoda qilinmoqchidir. Ondan keyin tankihaga bizda so'zni qayta keltirishga hamla qilishdan yangi ma'no ifodalashga hamla qilmish avlo. Anladın? Bizda ikki oyat kelsa, o'xshash buni ta'kidlash uchun ikki qatim qaytargandan ikkisiga boshqa ma'no aytish nima? Avlo, afzal. Shuning uchun bu yerda ikki ma'no chiqargan gap. Hadis shuni shuni quvvatlaydi. Va bihaza yadulu sual. Bunun bilan kelgan ikkinchi e'tirozning javobi. Bu savol nima? Zoil bo'ladi, yo'qaydi. Va qala al-ba'd biz ashoblarimizning ba'zisi va bu jumhurning mazhabi, ko'p soliq olimlarning mazhabi qaydud dukhul bu yerdagi dukhulni qayd qilish, ya'ni ikkinchi ayning jamoa qilishini qayd qilishning o'zi sabata bil xabar. Hadis bilan sabit bo'lgandir va ja'aluhu min al-mashahiri. Ular bu hadisni Rifa'at al-Qulazi'nin hadisini meşhur hadislerden kıldı. Yani bu hadis meşhur hadis. Ondan keyin fala yalzamuhum taqyidu kitab bi habaril vahid. Hadis meşhur bo'lsa, bu mutawatirniki bir qismi bo'ladi. Ondan ularga kitobning hukmini xabar vahiddan qaytlash lozim kelmaydi. Chunki bu hadis meşhur hadis. Anladın? Bu hadisdagi mazmuni bo'lsa, endi bu Rifa'ning hadis xosiyati desa, Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilgan bir hadis. Nayet köp sahabeler atıkan. Çok meşhur bir hadis. Rifa'at al-Qurazi diyen kişinin ayarı mındak dedi. Ben Rifa'at al-Qurazi'nin ki nikahideydim. Fetallakani esalasen. Beni şu talak kılıp etti. Ama onunki Abdurrahman ibn Zebil bilen toy kıldım. Öylendim. Ama Abdurrahman ibn Zebil bilen fakatla bir kişinin çocuksu okşaydıken bunun işi. Kişinin çocuksu okşaydıken şu an ben makam edem yani benim hacitim rava bulmadı. Diyen ki Peygamber dedi ki sen eturidine en te'udi ile rifa'a sen rifa'ya kaytışını irade kılatam sen degende
bu ayol ha ripo bilan bo'lashqin bor edi qayta deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki la hatta taduqi min usaylati va yaduqu huwa min usaylati. Sen uniki tatliq narsani tatamaguncha u sening tatliq narsangni tatamaguncha bu halol bo'lmaydi. Andan deb shunda dedi. Mana shu hadisdan biz nima oldik? Bu hadis mashhur hadis. Mashhur hadis bo'lganligi uchun mana bu yerda biz nimani bilalaymiz? Bu hadislar bilan biz oyatning ma'nosiki chuqur atatanki azza va jalla degan oyatning ma'nosi nima ekan? Ya'ni bu ayol avval qilgan boshqa bir erga tegib, shu er bilan birga jimo qilmoqcha avvalgi eriga halol bo'lmaydi ekan degan mazmunni oldi. Deydi. Endi bugungi oyatimizniki, bugungi darsimizning xulosasi xuddi ashxosnikidek. Ya'ni qachonki Qur'on Karimdan bir xos oyat kelsa, bu xos oyatning ma'nosi bunda uchuq holatda bo'lsa, buni xabar vahid bilan yeni boshqa bir ma'no, yeni bir xoslab, buning ma'nosini yeni bir bayon qilish joiz bo'lmaydi. Ammo bu xos, bu mutlaq nima shaklda, mujmal shaklda kelib qolsa, buni xoslashga, buni nima qilishga, xabar vahid bilan yana bir qatim bayon qilishga bo'ladi. Va bittali uning kim chiqqan hukm, anning o'xshash hukm chiqmaydi. Ya'ni masalan farz ilmi e'tiqodiy qat'iy chiqmaydi. Nima chiqadi bundan? Farz amaliy ijtihodiy chiqadi. Buning ikkisini farqini hukmini deb berdim. Farz ilmi qat'iy e'tiqodiga inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Farz amaliy zanniga bizning ijtihod bilan qarshilashgan odamga iymondan chiqmaydi. Balki bu yerda mazhab shakllanadi. Bugungi darsimizning asosiy mazmuni shu. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallam ala xayr xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rahmatka ya arhamar rahim.